10-11 va 12-iyun kunlari Toshkent xalqaro investitsiya forumi bo'lib o'tmoqda. Asaka Bank ushbu forumda mamlakatning eng yetakchi banklari biri sifatida ishtirok etmoqda. Biz bilan birga forumda yirik korporativ mijozlarimiz va strategik hamkorlarimiz ADM, UZ GTL, Kvarts, Fanon va boshqa milliy iqtisodiyot yetakchilari ham qatnashmoqda. Keling, korporativ mijozlarimizdan bir nechta savollar so'raymiz. Bizning kompaniyamiz bu ko'rgazmadan chet ellik investorlar bilan muhokama qilib, yangi proyektlarimizni rivojlantirish va boshqa Yevropa davlatlari, Yevropa bozorlariga chiqish va eksportni rivojlantirishni harakat qilamiz. Bizning kompaniya Asaka Bank bilan o'zi ko'p proyektlarni amalga oshirdik. Biz bundan juda ham minnatdormiz va kelajakda o'ylaymizki, yana ham kattaroq, yana ham birgalikda kattaroq yutuqlarga erishamiz va bundan ham kattaroq proyektlarni amalga oshiramiz. Bu ko'rgazmadan kutilayotgan natijalarimiz o'sha jahon bozorida bizning mahsulotlarimizga bo'lgan qiziqishlarni o'rganish, ular bilan kelajakda mumkin bo'lgan ikki tomonlama foydali hamkorliklarning ehtimolligini muhokama qilish. Bugungi ko'rgazmada biz franshizani taklifi bilan murojaat qilyapmiz. Tashrif buyurgan mehmonlarga Asaka Bank bilan hamkorligimizga to'xtaladigan bo'lsa, umuman zavodimiz o'zi ilk boshidan Asaka Bankdan kredit hisobiga qurilgan, umuman tashkil etilgan. İlk fundamentimiz Asaka bilan boshlangan desak to'g'ri bo'ladi menimcha. Biz O'zbekiston iqtisodiy o'sish uchun o'z hissasini qo'shayotgan yirik loyihalarni qo'llab-quvvatlaymiz va yangi imkoniyatlarga ochiqmiz.